darvozadan kelganda bemalol mashinaga borib qo'ysa bo'laveradi. Bo'lmasa polni naves qilib olib forsa ham bo'laveradi. Mana shunaqa ustki joyi bor ekan. Endi 4 metr. Kirganda to'g'riga bitta zal qurish uchun fundament qo'yilgan ekan. Hozir mana shunday turibdi. Bag'da tandirxona. Bag'da ham qo'shimcha bemalol uy sug'ursa bo'laverar ekan. Огород mana narsa ekkani. Faqat oshxona. Bag'da oshxonasi. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q shekar qishlarda. Bu tomonda hammom. Orqa tomonda hojatxona alohida. Bag'da ham tandir bor ekan, orqa tomonda hojatxona. Kirganda mana bitta xona. Bag'da ikkinchi xonasi. Детский spalni. Bag'da uchinchi xonasi. Uy polni abo'y qilingan ekan. Uchta, bu yerda yana bitta, to'rtta ayolatdagi pol. Aynalar akfa. Ikkita uyga o'rtasiga bitta pechka qilingan. Bu tomonda 4 ta xona. Kimda kelib turib, bu tomonda 2 xona ekan. O'sha 6 xona, oshxona alohida. Bag'da bitta.